har bitta fast food yesa ham semirmaydigan dugonani oldida sog'lom ovqatlanishni afzal ko'rgan dugona bo'ladi va har doim qayerga ovqatlanishga kirish muammo bo'ladi. Va bu muammoning yechimi Woki Bowl. Keling bu joyda obzor qilamiz. Shunday kirganimizda bizni такой estetikniy joy bizni kutib oladi. Menyusiga qarasalaring shunaqa ishtahalaring ochiladi. Bowllarda xili burgerlar, wokilar. Meni ham hozir ishtahalarim ochilib ketdi bu videoni qarab. Hamma narsalari sveji tayyorlanadi. Ikkita quyonni bitta o'q bilan urgandek bu yerda matcha ham bor. Siz o'zingiz tayyorlab ko'rsangiz ham bo'lardi ekan, lekin biz bu narsani bilmasdan turib tayyorini olib qo'yardik. Bu san'at asarini qaranglar. Yana yegilarim kelib ketdi meni hozir. Ana yana azoblash xizmati. 647 kaloriyalik tovuq va mangoli bowldan ham tatib ko'rdik. Menga baribir ham burgeri ko'proq yoqdi. Matchani ta'mi menga shunarsizlik qildi. Baribir ham matchani yaxshi ko'rib ichadigan odamlar bor. O'zini matcha xoliklari. Men bo'lsam o'zimni klubnichniy mojitoyimni ichib o'tirdim. Mendan baxtli odam yo'q, odamlar. Biz Sibirda ochilgan yangi filialiga bordik. Ham chiroyli atmosferni joy borsalaring mazza qilib o'tirib, ovqatlanib kelsa bo'ladigan. Ovqatlanib olib sekin suraverdik. Kaldırımda baygın sana da